Assalomu alaykum hammaga. Bugun FC Mobile'da Division Rivals'da head-to-head biz attacking managerlarni o'ynab ko'ramiz va chempionga chiqishga harakat qilamiz. Qanday o'ynashlarni ham video davomida ko'rib olasizlar va menejer modda taktika ko'rsataman sizlarga. Hozir birinchi o'rinda sostavimizni bir ko'rib turganingizdek 123 objektda va ko'rib qo'yaylik. Va hujumda Pele, Wirtz, yarim himoya Semenyo, Xones, Bruno Fernandes, Kimmich, himoyada Nuno Mendes, Isali, Gabriel Cafu, Jon Garcia. Hozir eng almashtiruvlardan biri Jon Garcia va Wirtz'ni almashtirib olishim kerak. Keyin Kohlerda full qilib Desarg'unga qo'yaman. Hozir ramkapim yo'q edi. Bu topib full qilib qo'yaman va biz o'yinga ketdik. Birinchi biz sattak o'ynasak, sattakda birinchi o'yinda shoshilmasdan xotirjam o'ynash kerak. Chunki bitta xato o'yinning oxirigacha o'sha xato muammo bo'lib qolishi mumkin. Shu xato bilan o'tkazishlari mumkin. Shuning uchun tavsiya beraman. Keyin iloji boricha varatani yaqinrog'iga borib tepishni nasib beraman. Chunki varata kuchliroq varata bo'lsa, o'sib qolishi mumkin. Hozir biz bir marta o'ynab ko'rsatib beraman. Bitta xato qilib qo'ysam, endi so'kmanglar. Bo'lib turadi hammada ham. Men sizga tavsiya beraman. Keyin menejer modda taktika ko'rsataman sizlarga. Taktika beraman, men ham o'ynab ko'rsatib beraman ham. Taktikani ko'ramiz. Ana o'yinga yo'qmi deb olasizlar. Keyin ertaga payshanba liga bir haftasi keladi. Borasa kontakt qilamiz ertaga. Bu video 10 ta like yo'qsa, iltimos 10 ta like qo'yinglar. Bu video 10 ta like yo'qsa, ertaga video qilamiz. Bo'lsa, hozir sizlarga ketib qoldi. Jo'shayman, xatolikni o'zim qo'yarli katta xatolar yapman. Ay, nimaga shunaqa? Kuzatdim hozir. Kettirmadi ko'rdingiz. Imkoniyatlar berdi ko'rdingiz. O'zi odatda kuchli imkoniyat yaratib berish kerak. Bular noinsofli qiladi va ayniqsa sizga kelganda shunday qiladi. Menga, sizga, o'zingizga, boshqalarga imkoniyat beradi. Nimaga? Shunga asharingiz bo'ladi-da. Qo'pol gapirganim uchun lekin uzr. Endi baribir asabingiz buziladi-da. Sol pas akkaunt o'tirib, pas akkaunt imkoniyat yaratib bersa, shunda asabingiz buziladi-da. Hozir menga yaratib berishdi, unga qilib beryapti imkoniyatni. Hozir bir gapir qo'yib beryapti. Hozir endi ko'radi mendan. 120 over. Raqibi. Yo, 120 ekan. Paketdik. Hozir sababchi uzoq video chiqara olmayman. Men bir haftaga bo'lsa uzoqroq video qo'yamiz. 15 daqiqa bo'ladi. Uzog'i bundan ko'p video qo'yaman. Hozirga menejer moddan o'ynab ko'rsataman. O'nta like yo'qsa shu video ertaga liga bir haftasida kontakt qilamiz.
O'ynayapti. Urushga. Gavi Dalmeida. Oye. Judayam so'ragan Pele. Karpetga tushgan Peleni. Zo'r o'yin bo'ldi. Nima qildi? Ham bitta narsani ko'rsatib o'taman. Hozir yulduzcham 9 ta yulduzcham bor. Sizlarga taktikani ko'rsatib qo'yay. Mana birinchi taktika. Xohlasanglar screenshot qo'yinglar. Xohlasanglar hozir o'zida qo'yinglar. Offensive yarim himoya ikkinchisi. Mana defensive uchinchisi. Screenshot qo'yinglar. Mana. Bir bosib 10 talikda bir ko'ringlar. Xohlasanglar bir 10 talikka chiqsak, like bosib qo'yasizlar. 10 ta like yig'sin shu video. Like bosib olinglar, jalka qilmasdan. Agar xohlasa ertaga Liga 1da pack qilamiz. Liga 1da Dembele, Kvaratskhelia, Duelar keladi. Yana boshqa futbolchilar keladi. Aniq bilganlar shular. Hozir shulardan birini olishga harakat ko'ramiz. Yana 1-2 kunda shunaqangi video chiqaraman. Qanday over bilan tezroq ko'tarish yo'llarini gapirib chiqaman. Shu video 10 ta like yig'sin. Do'ayto o'yin boshlandi. Modric o'yinini degan bitta narsani tavsiya beraman. Himoyachilarga fizikalga berishni tavsiya beraman. Sababi Vasatdakda ham menejer modda himoyachilar o'zi qoladi-yu. Shunaqada aqlni ishlatadi-da, qotib qolmaydi. O'zi o'ynaydi, to'pni yaxshi o'qiydi. Shuni tavsiya beraman. To'p 2 million ham olishlarni ko'ringan bo'lsa olinglar. Tag'in men so'kmaylar, qanaqa olamiz yo'q bo'lsa, demaylar tag'in. Uzr so'rayman agar. Voy, ozgina non. Tepaga uchur. Yo'q, uchirmadi. Bale. Endi zo'r o'ynaydi menga modda, eng zo'r kunde. Rebalachida. Hojamlar zo'r ko'rmasa bo'ldi. Qara ol. Shunday qilib Nasibmayapti va 10 talikka chiqqanmiz, 1-2 marta mag'lubiyatga uchradik. Mana qaytib qoldik, sizlar ham bir ko'ringlar bunda. Va durang ham ko'pincha bo'ladi. Biz ham har doim g'alaba qozonavermaymiz. Mana misol hozir yutqazyapmiz. Bularga comeback ko'taramiz. Boshlandi. Ko'qlay bor, ikkinchidan uchiraman. O'yin ko'ramiz. Hozir ham kabim yo'qligi sababli kuchli turganim yo'q, chunki Desalista kuchli olmayman. Yaxshi o'ynaydi ekan. Yo'q, qara, kerak emas. Yururma. Yaxshi qara. Tinchdan biz boshlab beramiz endi.
Comeback. Remontada. Iltimos, yutinglar. Yaxshi, Xones to'pni o'ldirmadi. Tepadan ko'tarma, iltimos. Asabim buziladi shunaqa qilsachi. Kimich. Voy, noaniq. Gol ketmasa bo'ldi. Tezroq to'pni o'zlashtiringlar. Yo'q. Yo'q. Taktikasi yaxshi ekan. Shakini. Umidni ham olishni tavsiya beraman. Agar imkoniyatlaring bo'lsa, misol uchun shart inson qaytim tushish oson, omad kerak. Agar shart siyosalarning 12.000 istaganidan beradi, juda ham zo'r o'ynaydi. RB ham o'ynab beradi. CD ham o'ynaladi. O'zi CD ham o'zi asl pozitsiyasi RB o'ynaladi. Bemalol o'ynab beradi. Qo'ysanglar bo'ladi. Ham to'pni ham yaxshi olib qo'yadi. Yo'q, qaranglar, iltimos. Kerak emas edi shuchi. Durangga endi, davay. Juda ham yaxshi o'ynagan. Overpass bo'lsa ham ular. Tokioda bironta ham gol ura olmadi shu yerda. Maladi. Uzr, videoni uzoqroq qila olmayman. Videoni pastirib to'xtama, like bosishni unutmanglar. Keyingi video olasa sal uzoqroq bo'ladi. Hozir o'yinni tugagandan keyin video to'xtaydi. Chunki sal uzoqroq qila olmayman. Keyingi videoda olasa video uzunroq bo'ladi. O'yin payt qilamiz ertaga liga bir haftasida. Like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.